Assalomu alaykum aziz qadrdon do'stlarim, omonmisizlar? Joninglar sog' bo'lsin azizlarim mana. Ulug' ayyomlar muborak bo'lsin qadrdonlarim. Mana hozir meni yonimda eng qadrdon insonim, men uchun qadrdon bo'lgan aziz opa-onalarimiz, amakimlar, adamlar rahmatligina Asqarxo'ja otamlarni, akalari Azamxon otamizda o'tiribdilar. Ikkalamiz mazza qilib suhbatlashib o'tiribmiz. Xuddi amaki ham azizlarim otadan keyin otadek bo'lar ekanda. Eng katta amaki bilan ham borlar, Akmalxon otamlar. Bular keyingilari. Azamxon otamlar. Adamlar rahmatli Asqarxon otamizda eng kengasi edilar. Alloh rahmat qilsin otamizni. Hozir mana amakilarga qarab, otamlarni eslab o'tiribman. Amakida ham otani qoni bo'ladi dedi. Bir odam Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, otam o'lib ketganlar, kimni bor ko'ray deganda, otang bormi? Yo'q, o'tib ketganlar. Unda amakilaringni ko'rgan. Amakilaringni ko'rsang, otangni ko'rgandek bo'lasan degan ekanlar. Mana Azamxon otamlar bir umr halol mehnat bilan novvoychilik qilib, otamlar rahmatli ham novvoy bo'lganlar. Bu amaki bilan ham novvoy bo'lganlar. Halol mehnat bilan novvoychilik qilib, farzandi zurriyotni katta qilganlar. Azizlarim, mana amaki bilan o'zlaridan eshitdim. Hozir bir narsa deng, qadrdonlarga. Endi halollikda gap ko'p. Novvoychilik qildik, ishladik, qizlarni uzatdik. Unda bankdan pul olish bo'lmasdi. Faqat o'zing topardik, o'zing qilarding. Kredit yo'q edi u paytda. Hozir kredit berasiz, o'rginchi qarz to'lab, qamal ketadi. Yoninglar sog' bo'lsin qadrdonlarim. Duo qilinglar. Inshaalloh duo qilinglar amakimlarni. Ular menga o'xshab insul bo'lganlar. Kelamiz hozir gaplashib o'tiribmiz. Ikkita insul odamni jamiki bemorlarni haqqimizga duo qilinglar azizlarim. Bitta quchoqlab qo'ying. Otamman, qadrdonimman.